Samarqand shahrida aholi sonining yil sayin ortib borayotgani, infratuzilma tarmoqlarini yangilash va avtomobil yo'llarida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani sababli transport qatnovida sezilarli qiyinchiliklar yuzaga kelib, bu haydovchi va yo'lovchilarga noqulayliklar tug'dirmoqda. Yaqinda viloyat rahbari shaharning bir qator hududlari aholisiga tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha bo'lim tashkil etish masalasini ko'targan edi. Bir qator taklif ko'rib chiqilib, Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi negizida tez tibbiy yordam bo'limi faoliyati yo'lga qo'yildi. Shahar tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Ahmadjon Bobojonovning aytishicha, mazkur tibbiyot muassasasi qoshida 2002-yilgacha tez tibbiy yordam bo'limi faoliyat ko'rsatgan. Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi 408 ta o'rindan iborat bo'lib, 2002-yilgacha bu markazda shoshilinch bemorlar qabul qilingan. Mana hurmatli viloyat hokimimiz Aziz Muzaffarovning shaxsan o'zining tashabbuslari bilan mana 23 yildan keyin shoshilinch tez yordam xizmati yana markaziy shifoxonaga qaytarib o'tkazilyapti. Xalqimizga nima foydasi bor degan savol tug'iladi. Hozir mana shaharning Sartepa hududidan yo eng chekka hududidan, Qorasuv hududida joylashgan o'sha tez yordam shifoxonasiga borishgacha 40 minutdan 1,5 soat, 2 soatgacha vaqt ketadi. Yo'ldagi boyagi tirbandliklarning oldini olish maqsadida svetoforlar hammasini hisobga olib, taklif kiritdiki, shoshilinch tez yordam bo'limini yana markaziy shifoxonaga qaytarish. Demak, bir yilda markaziy shifoxonaga shoshilinch bemorlar 32 mingga yaqin murojaat bo'ladi. O'shandan 10 mingdan ziyodi shu yerda yotib davolanadi. Undan tashqari yana 12 mingdan ziyod rejali kasallar yotib davolanadi. Markaziy shifoxonaning qabul bo'limiga kelayotgan bemorlarning ahvoli og'irligiga qarab tibbiy yordam ko'rsatishning ustuvorligini aniqlash tizimi joriy etildi. Bunda bemorlarga ko'rsatiladigan tibbiy yordamning dolzarbligiga qarab 3 toifaga taqsimlash imkonini beruvchi tizim joriy etildi. Ahvoli qoniqarli, mustaqil harakatlana oladigan davolash diagnostika xonalariga tashrif buyuradigan bemorlar yashil hududga yuboriladi. Sariq hudud barqaror hayotiy funksiyalari bo'lgan, ammo harakatchanligi cheklangan bemorlar uchun mo'ljallangan. Qizil hududda zudlik bilan ahvoli og'ir bemorlar reanimatsiya va intensiv terapiya bo'yicha davolanadi. Bu qizil chiziqda reanimatsion yordamga muhtoj bo'lgan og'ir bemorlarimiz qabul bo'limida triaj tizimi bo'yicha 3 ga bo'lingandan birdan qabul bo'limida reanimatsiya bo'limiga kiradi. Reanimatsiya bo'limiga kirgandan keyin ularda o'sha qilinadigan joyda, demak, kardiomonitor bizlarda yetarlicha yaratilgan, IVL apparati, yurakni defibrillatsiya qilish apparati, kislorod konsentratorlar hamma sharoitlar yaratilgan. Bizlarda ayrim holatlarda temperatura bilan harorat ko'tarilib, har xil infeksiyaga gumon qilingan bemorlar uchun alohida izolyator xonasi qilingan. Agar og'ir bemorlar bo'ladigan bo'lsa, 3 soatning ichida bizlar hal qilishimiz kerak. Buni 3 soatdan keyin qizilga reanimatsiyaga o'tkazamizmi yo statsionarga o'tkazamizmi, shu narsani hal qilish kerak. Kasalxona rahbariyati shifokorlarning ish jadvaldagi o'zgarishlarni qayd etib, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish uchun mutaxassislarning kecha kunduz navbatchilik qilishini ta'minlamoqda. Hozirgacha soat 2 dan keyin vrachlarimiz, navbatchi vrach yo'q edi markaziy shifoxonada. Hozir endi kelgan bemorlarimiz kelardi 2 dan keyin, uzr, bizda navbatchi vrach yo'q, sizga yordam ko'rsata olmaymiz deb bizlar juda birimizning oldida o'zimizni juda noqulay his qilardik. Hozirgi kunda mana markaziy shifoxonada navbatchilik posti tashkil qilinganligi, bu 2 ta xirurg, 1 ta vrach, terapevt, 1 ta vrach, reanimatolog, qolaversa hamshirlar postlari va boshqa postlar qo'shilganligi bu xalqimizni yordam berishga bizlarga demak imkoniyat yaratildi. Yaqin kunlarda viloyat hokimligi va Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan bu yerdagi tibbiy jihozlarni yangilash rejalashtirilgan. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Samarqand filialida ham infratuzilmani yaxshilash xususan ishlamayotgan liftlarni ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetkazildi. Filialda jami 6 dona lift mavjud bo'lib, ulardan 4 dona bemorlarga xizmat ko'rsatuvchi, 2 dona ishchi xodim va fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchi liftlardan iborat. Bugungi kunda 2 dona bemorlarga xizmat ko'rsatuvchi, 2 dona ishchi xodim va fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchi liftlar yangi liftlarga almashtirildi. Filialga har kuni 200 nafargacha turli jarohatlar va tashxislar bilan bemorlar qabul qilinadi. Tajribali shifokorlar guruhi shoshilinch yordam ko'rsatadi, hayotni saqlab qoladi. Bunga Oqdaryo tumanidan olib kelingan 37 yoshli bemorning og'ir ahvolda balandlikdan yiqilib tushishi oqibatida olgan jarohatlari misol bo'la oladi. Amaliyot o'ng tomonlama shoshilinch ravishda torakotamiya,
Ya'ni ko'krak qafasini ochib, o'sha ko'krak qafasi o'pkani teshib o'tgan temir jism, ya'ni armatura ehtiyotkorlik bilan olinib, shu sohada o'pkaning jarohatlangan joylari xirurglarimiz tomonidan jarohatga ishlov berilib, o'pkadagi jarohatlar hamda bronxlardagi jarohatlar tikilib, kerakli muolajalar o'tkazilgandan so'ng bemorning qon bosimi paydo bo'lib boshlagan. Shifokorlarning tezkor choralari tufayli bemorning hayoti saqlab qolindi va u hozirda o'zini yaxshi his qilmoqda. Mani bu yerda olib kelishganda, men o'zim damasdim. Mana shu yerdagi shifokor akalarimizga, opalarimizga kattaga rahmat, yaxshi ko'rsatishdi mana hozir. Ancha yaxshiman. Xalq orasida Qavasi nomi bilan ma'lum bo'lgan muassasada bemorlarni taqsimlash triaj tizimi ham joriy qilingan. Bizada ekstrenniy meditsinada o'zi triaj sistemasi, emergency department degan sistema qilindi. Yashil, sariq va qizil zonadan iborat. Kasal kelgan paytda skoriy pomощьda o'zi mashinasi bilan kelgan paytda bizlar bu yoqda sariq zonaga, qizil zonaga joylashtiramiz. Shu og'ir kasallar, gemodinamika nostabil kasallarni bizlar qizil zonaga joylashtiramiz. Uning yonida ham operatsionni bor. Hamda bizda kasallar keladi, ishemический OKS bilan, острый infarkt miokarda bilan kasallar kelishadi. Ularda faqat shu bizani tizimimizda, bizani shu binomizda birdaniga angiografiya qilib kerakli muolajalarni o'tkaziladi hamda birdaniga stentirni qiladi bepul. Muassasada zarur jihozlar bilan jihozlangan bir qancha bo'limlar mavjud. Bo'limimiz 12 koykaga moslashgan. Bo'limda yotgan bemorlarning ko'pchiligi bosh miya qon aylanishi, o'tkir buzilishi, gemorayik hamda ishemik tipda buzilish tashxis bilan o'tgan bemorlarga yordam ko'rsatadi. Faoliyatimizga ta'sir etuvchi omillardan biri bemorlar markazga juda kech yotqiziladi. Oxirgi vaqtlarda bemorlarni joyidan qimlatmaslik kerak. Joyida yordam ko'rsatishga noto'g'ri fikrlar paydo bo'lgan. Bu albatta noto'g'ri. Bemorda insult belgilari paydo bo'ldiki, bemorni albatta shoshilinch ravishda markazga yotqizish kerak va markazda etapli ravishda birlamchi shoshilinch yordamlar ko'rsatilib boriladi. Bu nimadan iborat? Agar ishemik insultlar bo'lsa, bu yerda bemor yotqizilgandan keyin to'liq tekshiruvlar o'tkaziladi, kompyuter tomografiya qilinadi. Bemorga eng asosiy terapevtik akno deyiladi bizda, davo effekt beradigan davrda yordam ko'rsatiladi. Samarqand viloyatida sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish borasidagi ishlar davom etmoqda.